Aka yaxshi. Shu qishloqdan bo'lsangiz, Ismat degan uy qayerda bilmaysizmi? Kim? Ismat. Nimaga yomon yaxshi odamlar kelib Ismat churrini so'raydi? Bu qishloqda Ismat degan odam yo'q. Tonimayman men Ismatni. Omad chovdan 40 ming dollar pul yetgandi, shuni bersa kelgan. Kim deding? Qishloqda Ismat churri deykanlar. Nech pul yetdi deding? 40 ming dollar. Mang Ismat churri barcha mang Ismat. Ismat degan aniq sizmi xay? Ha, o bacham Ismat churri deb chaqiradilar. Ha, Ismat churriman, men aldamayman seni bacham, men Ismat churriman. Unda ishondim. Ana bu pul biz sizdan xursand va mamnunmiz. O'yinda yutganingiz uchun tabriklaymiz. Narsalar yig'ishtir. Ko'chamiz berdan. Moshi so'shin ko'rinmaydi, omad shu deydi, omad shu deydi, albatta. Ha, Nima ish etibsan? omad showdan pul yutandim. Shuni kutib turma, olib kelib berish kerak. Sen yoshmachamisan yo Ismat? Sen aldagan ular. Omad shu senga pul bermaydi. Turket, bu narda kut. Do'qim yebsan, do'qim yebsan. Mani alda olmaydi ular. Mani aldiydigan odam olib dunyoda tug'ilmagan. Tushundingmi? Olib ketirib beradi menga. Sen ishing bo'lmasin. Bu narda kut. Hali, nima bo'ldi? Pulni nima qildingizlar? Olib kelyapsizlarmi? Men Ismat churriman. Ismat aka, siz pulingiz berdik-ku. Men olganim yo'q puli. Kimga berdingizlar? Obidda aka chiqdi, Ismat churriman dedi. 40 ming dollar o'shanga berdik. Telpakda aytdi. Telpakda? Usti. 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 Assalomu alaykum. Ustiga bakang. Qaysi Hali ustiga? ustini chaqirmang. Yarim soat bo'ldi biz boya ko'chib kelganimiz. Men ustiga bak top bermang. Sotib ketdilar. O'zingiz bosing, o'zingiz bosing. O'zingiz bosing. U sizga sizni bilanti. Ana xati berishim aytdi. O'zingiz bosing ham aka. İsmet şöyle. Verin. Oy ben. Oy ben. O'tar umrim, yuzim kular, ko'zimda yosh. Yig'lasam ham men sizlarga egmayman bosh. Usti kapak. Endi ko't ko'ydirish men navbatim. Ko'zimda yosh.